O'zbekistondagi eng qimmatli adrenalin. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really step, but it's not enough. Har kim adrenalinni turlicha tasavvur qiladi. Kimdir motodan olsa, kimdir avtomobil tezligidan, yana kimdir attraksionlardan, kimdir bo'lsa jumpingdan. Men uchun O'zbekistondagi eng qimmatli adrenalin bu aynan paraplan. Oftob ufqni yoritgan kunda siz yerdan tobora uzoqlashasiz va osmon siz uchun o'z bag'rini ochadi. Shamolni siz o'z tanangiz bilan his qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. U yerdagi taassurotlarni to'g'risi so'z bilan tushuntirib berishning imkoni yo'q. O'rtoqlar, aytib o'tganimdek, mototsikl va mashinadagi tezlikning emotsiyasi bu boshqa narsa va paraplanda uchish bu umuman boshqa narsa. To'g'risi O'zbekistondagi rostdan ham eng qimmatli adrenalin, eng qimmatli emotsiya bera oladigan narsa deb bilaman. Sizlarga tavsiya qilaman kelib uchib ko'rishni.